Kofir buni bildi. Bilib, bu musulmonlar xalifasini saylab olsa, butun yer yuzidagi musulmonlar unga bog'lansa, u yer yuzidagi musulmonlarda har shaharga amirlarini qo'yib qo'ysa, kofirlar enasini ko'rdi degani bo'ladi. Shuning uchun uni xalifalikda bino qilishlik emas, o'ylashlikni ham, gapirishlikni ham yo'qotish kerak deydi. Yo'qotib yuborilsa nima bo'ladi? Hamma mamlakatlarga diniy idorani qo'yib qo'yadi, diniy idora hukumatga bosh egadi. Hukumatda aytganini qiladi. Demak, musulmonlar bir bo'lmaydi. Musulmonlarning fikri bog'lanmaydi. Musulmonlar bitta xalifasini saylay olmaydi. Ammo xristian olami Rim papasi o'lib qoluvdi. 3 kun hammasi to'planib turib saylashdi. Tushunmaydiganlar, mana ular xalifalik qilamiz deyapti. U 15 asrdan nariyog'idagi narsa, bu bo'lmaydigan narsa. Xuddi shu kerakda kofirga.